Assalomu alaykum hammaga. Olimlar charchayapsizlarmi? Bugun 15 mart 2025-yil haftalik videoda sizlarni ko'rib turganimdan xursandman. Birinchi bo'lib Forex Factory'dan news driverlarni ko'rib chiqamiz. Bizda dushanba kuni 5:30da retail sales bor. Seshanba kuni yengili yo'q. Chorshanba kuni FOMC announcement e'lon qilinadi. Payshanba kuni ham bir qancha yengilliklar bor. Juma kuni bizda yengillik yo'q. Xudo xohlasa dushanbadan payshanbagacha savdo qilishni mo'ljallab turibman. Agar mana shu 4 kunda yaxshi protsent olib chiqib ketadigan bo'lsam, juma kuni qaramayman. O'zi to'g'ri juma kuni qarash niyatim ham yo'q. Xo'p, endi bo'lsa chartga o'tamiz va analiz qilishni boshlaymiz. Hop, dollar indeksi 1 oylik time frame bo'yicha ko'ramiz. Dollar indeksimiz oylik time frame'da mana bu inversion fair value gapdan yaxshi reaksiya olib turuvdi, olib ketuvdi, olib turuvdi dedim. Bundan olgandan keyin mana bu fair value gapni hurmat qilmadi. Buni sabablardan biri premium discount tortadigan bo'lsak, hop, premium discountga ham 0 dan pastligi fair value gapga ham hurmat qilmabdi. Bu sabab bo'la olmas ekan. Va narximizni mana bu balanced price range'da turibdi hozir oylik time frame'da. Endi biz oylik time frame'da ko'radiganimizni ko'rib bo'ldik. Endi haftalikka o'tamiz. Haftalikda bo'lsa narximiz mana bu fair value gapda turganini ko'rishimiz mumkin. Va biz sell side va buy side nuqtalarini belgilab olamiz. Xo'sh, buy side, sell side nuqtalar mavjud. Hop, haftamiz yopilib bo'lgan, mana bu shancha 10-martdan boshlab yopilgan bo'lsa, mana bu yoqda imbalans qoldirgan. Narx shu imbalansdan pastga ko'rishimiz mumkin bo'ladi deb o'ylayapman weekly'da. Hop, 104.085 bo'ladigan bo'lsa, endi bo'lsa haftalikda ko'rib bo'ldik. Endi bo'lsa daily time frame'ga o'tamiz. Daily time frame'da esa mani ko'zimga mana bu fair value gaplar ko'rinyapti. Juda ham ko'p. Qaysi biridan reaksiya olishini endi mana bu BPR ham mavjud. Qaysi biridan reaksiya olishini endi bozor ochilganda ko'ramiz. Bizda premium discount tortadigan bo'lsak, 0.50 dan tepadagi fair value gaplar aktual bo'lishi mumkin. E'tibor beramiz. Agar mana bu sell side bo'lib qolsa bizda narx mana bu imbalansdan yoki mana bu ikkovidan bittasidan yoki mana bu BPRdan sell side'ga ketishi mumkin. Men endi ko'proq mana shu ikkita imbalansdan qaytishini taxmin qilib turibman dollar indeksda. Dollar indeksda men tushuvchiman. Xo'sh, dollar indeksini ko'rdik. 4 soatlik o'tganimdan foydam yo'q. Endi bo'lsa yevro dollarni ko'rib chiqamiz. Yevro dollar ham xuddi dollar indeksi korrelyatsiya qilishlatsanglar, xuddi shuni teskarisi bo'lyapti. Mana bullish fair value gapga reaksiya olgan. Mana bearish imbalans kuchamagan. Shuning uchun chizib o'tirmaymiz. Hozir bizda mana bu BPRdan reaksiya olib turishini ko'ryapmiz.
Oylikda hozircha shu, endi weeklyga o'tamiz. Weeklyda mana bu buy-side olinganini ko'rishimiz mumkin. Buy-side olingandan keyin bizda mana bu yoqda imbalans qolib ketgan va bizda har doimgidek buy-side, sell-side'larni chizib olamiz. Hop, sell-side mavjud. Buy-side olingan. E'tibor beramiz, mana bu yoqda ham fair value gap mavjud. Agar narx mana bu imbalansdan tepaga ishlab olsak bo'ladi demoqchiman. Ya'ni mana bu fair value gapgacha va shu fair value gapga kelganda bozor o'zini qanaqa tushishini ko'rib turib, yana ko'rishimiz kerak bo'ladi. Okey, endi bo'lsa dailyda menimcha mana bu buy-side aktual. Hozir mana buni ko'ramiz. Agar 6-noyabrdan 11-martgacha chizamiz va SMT bo'lgan bo'lishi mumkin. E'tibor beramiz, buy-side mavjud va mana bu yoqda bunda imbalanslar mavjud. Xuddi bundan oldin dollar indeksida ko'rsatdim-ku, xuddi shuni teskarisi. Endi sizlarga tushunishingiz uchun ham yevroda ham chizib tashlamoqman. BPR. Hop. Hozir bizning qiladigan ishimiz, agar premium diskount tortish kerak, lowdan highga yoki mana bu lowdan tortsa noto'g'ri bo'lmaydi. Mana shu 0.50 dan pastda buy ko'ramiz. 0.50 dan tepada sell ko'rsak bo'ladi. Okey, funtga e'tibor beramiz. Mana 6-noyabr va 12-mart. Bizda SMT mavjud bo'lgan bo'lishi kerak. Hop, 11. Mana 11. Bizda SMT bo'lgan, funt bilan bu ma'lum bir miqdorda bozorni pastga qaytarishi mumkin. Bizda dollar funtni bir oylikdan qarab ko'raylikchi, bir oylikdan olayotgan. Funt bir oylikda mana bu balance price range'ni hurmat qilgan. E'tibor beramiz. Bizda mana bu bearish fair value gap bor, lekin buni tepasida turibdi. Agar mart oyining oxirigacha shuni tepasida yopilsa, bu inversiya bo'lib ishlashi mumkin. Agar fitil tashlab pastga ketadigan bo'lsa, uni short ko'ramiz. Lekin men funtda unaqa tiniq kartinka ko'rmayapman. Mana bu yoqda volume imbalans mavjud. Volume imbalansdan tepada turibdi va mana bu yoqda bullish imbalans mavjud. O'zi ko'rinadigan qilamiz. Va bizda yaqinroq joyda buy-side mavjud. E'tibor beramiz. Agar narx haftalik volume imbalansdan bir bullish fair value'ga keladigan bo'lsa, buy-sidegacha qiziqib ko'rmoqchiman. Dailyda. E'tibor beramiz. Weekly'dagi imbalansimizni anaqasi koordinatasi 1.27 1.61 da turibdi. Agar shuni dailyga oladigan bo'lsak, 1.21 da nima bor deb ko'ramiz. 1.27 1.61. Hop. Bizda 1.27 1.61 da
Bullish fair value gap mavjud va premium discount bo'yicha ham 0.50 dan pastda turibdi. 27.161 betda emas ekan. Manimcha bitta bo'lsa kerak. 1.27 161 da mashina imbalansi pastida ekan, sal pastroqda. No, mashina imbalansdan ko'rsak bo'ladi. Hozir bitta 4 soatlik tushib ko'raylik, bu narsa chiqib qolishi mumkin. 1.27 161 da. Mana 1.27 165 da bizada 4 soatlik order blok mavjud. Shu 4 soatlik order blokda ham narx o'zini qanaqa tushini ko'raman. Xullas, shundaylar-yu. 0.50 dan pastda buy sidegacha ko'rsa bo'ladi. Lekin mana bu yerda ham ancha likvidnesslar yig'ilib qolgan. Mo'sh buy side olgandan keyin bu yoqda likvidnesslarni olinishini kutishimiz mumkin. Lekin bu yoq ancha uzoqroq bo'lgani uchun buy sidegacha ko'rmoqchiman. Endi bo'lsa tilla. Hamma yaxshi ko'rgan tilla tarixiy maksimumni yengiladi yaqinda. Buy ishlab oldik. Mana bu yoqda 1 oylikda order block va imbalans mavjud. Va mana bu yoqda volume imbalans qoldirishi mumkin agar mana bu mart oyida yasalgan shamchi pastda yopilib qolmasa. Haftalikda bizda mana bu order block mavjud. Mana bu agar buy side bo'lib ishlab berishi mumkin. Haftalikda 29.42 da order block mavjud. E'tibor beramiz. Agar 29.42 dagi weekly order block turibdi-ku. O'sha mana bu imbalansi hop, boshlanishiga to'g'ri kelyapti. Ko'ramiz bu imbalansmi? Endi mana bu imbalansimizni buni ham belgilab qo'yaveramiz, lekin bu juda ham katta bo'lib turibdi. Mana 4 soatlikda qara ko'rsak bo'ladi. Mana 4 soatlikda chiroyliroq turibdi. 4 soatlikda mana ishlamagan imbalanslar mavjud. Ko'ramiz. Hozir historiskiy maksimumda sel olish katta xato deb o'ylayapman o'zimcha. Yoki 3-4 kun tillani kuzatish kerak, menimcha savdo qilmasdan. Hozircha shu. Tillani kuzataman men 3-4 kun. Hop. Shu dollar indeks, yevro, mana yevroda men breakerni ham ko'rib qoldim. Shu breakerni ham kuzatish kerak menimcha. Hop. Tahlil sizlarga yoqqan bo'lsa, like bosib ketinglar. Keyingi videolarda ko'rishamiz.